Xorazm meni hayron qoldiryapti. Zarba va gol. Gol. Mana shu goli bilan hayron qoldirish kerak edi o'zi aslida. Qanday chiroyli gol. Iminov. Ketma-ket hujumlar baribir o'z nafini berdi. Bravo Xorazm. Bosh kiyimlarga e'tibor bering. Juda ham kuchli zarba va juda chiroyli gol. Humoyun Mirzo Iminov 2000-yilda zo'r pas, yaxshi imkoniyat bor, zarba, gol. 0-2. Bitta qarshi hujum va Xorazm jamoasi a'zolari raqib darvozasiga ikkinchi to'pni kiritishmoqda. Murotbek Bobojonov sobiq jamoasi darvozasiga gol uryapti. Nishonlamasligi kerak o'zi aslida. Ko'rinib turibdi, qarang. Ofsayd yo'q. Oyoqlari orasidan o'tkazib yubordi. Qani ko'raylikchi, Murotbek Bobojonov so'radi, himoyachining yo'lini to'sdi. Darvozabonning oyoqlari orasidan o'tib ketdi-yu to'p. Endi qiyin bo'ladi.